otarchilik qilib yurgan ishing eshak o'g'riligidan past aslida. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أتوادا شداد Sizlarga bitta zo'r ashula nashida eshitamiz. Qaysi? Eshitib ko'ring. Bilasizmi shuni? Bilaman. Nimaligini bilasiz? Bu Shayx Nahyan haqida nashida. Shayx Nahyan, ya'ni Abu Dabida turadi. Bu Abu Dabi islom haqida emas. Tasavvur qilib ko'ring, o'zbekcha bironta qo'shib qo'yib oldingizda, orqasida islomiy mavzularda gapirilyapti, ya'ni background o'zbekcha qo'shib bo'lyapti. Xuddi shunaqa tuyuladi. Menimcha buni bilib qo'yganimiz yaxshi, siz uchun foydali ham bo'ladi deb aytamiz. Sog' bo'lasizlar. أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد olam bo'lib hali senchalik sharmanda patlakni ko'rgan emas klipgacha. Juda shinaman-da senga. Otarchilik qilib yurgan ishing eshak o'g'riligidan past aslida.